Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan protoktistalardan hisoblangan xlamidomonalarning ko'payish usuli haqida gaplashamiz. Ya'ni xlamidomonada shizagona usulida ko'payadi va bunday ko'payish usuli xlamidomonalarda va xuddi shunga o'xshash bo'lgan organizmlarda kopulyativ organlarning qo'shilishi yoki kopulyatsiya jarayonlarining amalga oshishi tufayli yuzaga keladi. Xlamidomonaning ko'payish usuli haqida gaplashadigan bo'lsak, bunga doir bo'lgan qisqagina masalachasi bor. Demak, sizlar bilan mana shu masalani batafsil ko'rib chiqamiz. Xlamidomonada organizmi, demak, hujayrasi maksimal shaklga ega bo'lgan, ikki xilchillik bo'lgan bir hujayrali suv o'ti hisoblanadi. Xlamidomonadan dastlabki holatda shizagona usulida bo'linadi. Ya'ni shizagona usulida bo'linganda hujayra ichidagi uning yadrosi ko'p marta mitoz usulida bo'linadi. Demak, birinchi bosqichda xlamidomonalarning biz mitoz usulida bo'linishini bilib olishimiz kerak ekan. Har bitta mitoz bo'linganda hujayralar ikki hissa ortib ketaveradi. Hosili bo'lgan mitoz usuli hosil bo'lgandan hujayralar har biri yana ikki xilchillik bo'ladi va bularni biz o'zaro gametalar deya nomlaymiz. Mana shu gametalarning har biri gaploid n to'plamlarga ega bo'ladi. Mana shu gametalar hosil bo'lgandan so'ng keyingi bosqichda bularning har ikkitasi o'zaro qo'shiladi. Qo'shilib turib, yaxlit bitta zigotani hosil qiladi. Zigotaning to'plami esa doimiylik 2n diploid to'plamga ega bo'ladi. So'ng qulay sharoitda mana shu zigota meyoz usulida bo'linadi va 4 ta yosh ikki xilchillik bo'lgan xlamidomonalarni hosil qiladi. Demak, ko'payishi mana shundan iborat bo'ladi. Hosil bo'lgan mana yosh xlamidomonalarning to'plami ham gaploid n to'plamiga ega bo'ladi. So'ng bularning har biri yana qaytadan voyetkin xlamidomonalarini hosil qiladi va bular ham gaploid to'plamiga ega bo'ladi. Qaytaramiz. Demak, xlamidomonada voyaga yetgan vaqtda shizagona usul orqali mitoz yo'li bilan bo'linadi va ikki xilchillik gametalarni hosil qiladi. Gametalar bu jinsiy hujayralar. Jinsiy hujayralarni har ikkitasi qo'shilib zigotani hosil qiladi. Zigota keyin qulay sharoitda meyoz bo'linib 4 ta yangi yosh xlamidomonada hujayrasini hosil qiladi. Ko'payish mana shundan iborat. Ya'ni qanchadir sondagi gametalar hosil bo'ladi. Bu son masala shartida kelishi mumkin va ularning har ikkitasi qo'shilib zigotani hosil qiladi. Bitta zigota va bundan qulay sharoitda 4 ta yangi yosh xlamidomonada hosil bo'ladi. Misol uchun bitta masala tariqasida ko'radigan bo'lsak, xlamidomonada 5 marta mitoz usuli bilan bo'lindi va hosil bo'lgan gametalar nechta yosh xlamidomonani hosil qiladi. Demak, birinchi qiladigan ishimiz xlamidomonada hujayrasining ichida 5 marta mitoz jarayoni sodir bo'libdi. Demak, har bir mitoz bo'linganda hujayralar 2 hissa ortganligi hisobiga 2 ning 5-darajasilik hujayralar son nechta bo'ladi? 32 ta bo'ladi. Demak, 32 ta gametalar hosil bo'lgan ekan birinchi ishda va ikkinchi ishda mana shu 32 ta gametalarning o'zlari qo'shilib har ikkitasi bitta zigotani hosil qilsa, 32 tasi nechta zigotani hosil qiladi deb 2 ga bo'laveramiz. 16 ta zigotani hosil qiladi. Va uchinchi ishda esa mana shu 16 ta zigotaning har biridan qulay sharoitda 4 tadan xlamidomonada chiqqanligi sababli 16 tasidan nechta chiqadi topmaymiz. 16 ko'paytirilgan 4, demak 64 ta yosh xlamidomonada hosil bo'ladi. Masalasi juda oddiy, xuddi shu tartibda ketaveradi. Siz buni nazariy ma'lumotni yaxshi bilib olsangiz yetarli. Bu xuddi shunga o'xshash bo'lgan masalalarni Telegram kanalimizda joylab qo'yganmiz. Bemalol kirib ishlab chiqishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bilimingizni xuddi shuni o'rganib mustahkamlab olasiz.